Yukarı leksiyana devam hürmetlik vatandaş Kisla. 2022 yıl 5. ayının 22. günü. Bunun devamı ne dedik? Germaniya, Fransiya, Angliya, Katarlık Avrupa devletleri harbi parxodlarını haydab G'arbi Tinch okeanga, yani Asiya rayoniga kirib keldi. Bu yildan boshlab Avrupa ittifoqi bilan Jungoning munosabati barg'ansir yomonlashib ketdi. 4-oyning boshlarida Xi Jinping hamda vazirlik uchun qatnashgan Avrupa ittifoqi Jungo yuqori darajaliklar yig'inida har qanday muhim masalalar to'g'risida ikki taraf hech qanday ilgirlash hosil qila olmadi. Germaniya Marshall Fondi jamiyatining sayohat o'quvchisi Noh Barkin oshkorlab mundaq ko'rsatdi. Jungoga mundaq uqtirish qilindi. Sen hozir qilmaydigan bir ish va sen hozir so'zlamaydigan bir ish sening jim turishingda. Deydi Avrupa deydi, bu o'quvchi aytibdi buni. Oshkorlab mundaq ko'rsatdi deydi. Jungoga mundaq uqtirish qilindi. Sen hozir qilmaydigan bir ish va sen hozir so'zlamaydigan bir ish sening jim turishingdir. Xitoy tilida kunmo deydi vatandosh. Jim turishingdir. Bularning hammasi sen Rossiyani qo'llaganlikdan shundaq bo'ldi yoki sen Rossiyani qo'llaganliging uchun shundaq uqtirish e'lon qilindi. Bu sizlarning geopolitik siyosat o'rninglarga uzun muddat ta'sir ko'rsatdi. Gerçi Avrupa Jungoga qaratgan siyosatni o'zgartgan bo'lsa-mu, Jangan mundaq hisobladi. Obzorchi. Bu bir meydan Rossiya Ukraina urushi Avrupa ittifoqining Jungoga qaratgan siyosatining muqomini tezlik bilan o'zgartib o'tdi. Jungo Kompartiyasining Avropaga ta'sir ko'rsatishdan iborat o'lik sandiqining ustiga eng oxirgi bir tal mix qildi. Qansay Xitoycha o'lik sandig'i Jungocha aytganda barliq tirishchanlik bir o'lik sandiqqa o'xshaydi. Yevropaliklar hozir bu o'lik sandig'ining eng oxirgi bir tal mixini qaqdi. Jungo Yevropa munosabati hamda bu. Amerikaning endi Tinch okeani strategik siyosati Jungo Kompartiyasiga intayin zo'r zarba olib keldi. Prezident Joe Bidenning bu qatim Koreya, Yaponiyani ziyorat qilib, endi Tinch okean iqtisod ramkasini qurib chiqishi, to'rt asosi aslahalar qurilishi, ta'minlash liniyasining avrishimligi va pokiz energiya hamda yana spirlashgan savdo kelishimi ni muhokama qilish qatorliq to'rt tarafni o'z ichiga oladi. Faraz qilinishicha, oz bo'lganda 6 davlat bu kelishimga imzo qo'ydi. Jumladan Avstraliya, Yaponiya, Yangi Zelandiya, Koreya, Filippin, Singapur qatorliq davlatlarni o'z ichiga oldi. Buningga Tayvanni qatnashtirish to'g'risida Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Kengash palatasi 50 nafar senator, biz yuqorida so'zlagan o'tganda, 50 nafar senator va 200 nafar Avom palata a'zolari Prezident Joe Bidenga imzoli xat yozib, Tayvanni IPEF iqtisod ramkasiga qatnashtirishga da'vat qildi. Lekin Tayvan hozirgacha murosimga qatnashadigan bir taklif topshirib olmadi. Bu iqtisod ramkasiga Jungo qatnashtirilamdi yo'q. Tashqi ishlar bayonotchisi Jolijan Jungoning 19-kuni muxbirlarning savoliga javob berganda bu ishning
bu işten bizden haberimiz yok. Lekin biz izchil shunda qarab keldik. Her qandaq rayon darajalik hamkorlik 3-chi davlatga qaratilmasligi lozim. Endi Tinch okean iqtisod ramkasi IPEF bu yil 2-chi oyda Prezident Joe Biden o'ttirib qo'ygan Tinch okean strategiyasining bir qismi. Bu siyosatda 10 turli ko'rsatkich ko'rsatilgan. Bevosita Jungo Kompartiyasiga qartilgan hamda mundaq tilga elindi. Shu strategik siyosatda. Bizning nishonimiz Jungoni o'zgartirish emas. U turayotgan strategik muhitni o'zgartib, Jungoni majburlash orqali yangi strategik muhitga moslashtirish va o'zgartirishni iborat. Bugun kelganda Amerika Yaponiya o'rtasida bexatarlik shartnomasi bor. Amerika Koreya o'rtasida o'rtaq mudofaa shartnomasi bor. Dört davlat bexatarlik funksiyasi Quad bor. Amerika, Avstraliya, Angliya, AUKUS harbiy ittifoqi bor. Hamda besh ko'zlik istixborot ittifoqi bor. Bundan boshqa Amerika iqtisod ramkasi ittifoqini qo'shganda Jungoni butunlay yetim qoldirish allaqachon shakllanib bo'ldi. Nurg'unlagan tahlilchilar mundaq hisobladi. Jungo Kompartiyasini bu darajada qo'rishovga elish erken demokratik tüzüm bilen komünizmlik mustabid tüzümning qarama-qarshiligi navbatda xalqaro siyosat sohasida elishadigan asosli kurash sepiga aylanganligidir. Shunaqki vaziyat vatandoshim, meni siz diqqat qiling. Men o'tgan 2-chi oyda mushuninga toza qiziqmadim-da. Jungoni o'zgartmaymiz degan gapga toza qiziqmay, bu to'g'rida sizlarga leksiyami yoki muhokama leksiyasini so'zlamagan edim. Hozir tushansam, bu yerda Jungoni o'zgartish emas degan gap Jungoni o'zgartib ya Hindistonga ya Taylandga ya Bermaga aylantirib qo'yish emas. U Jungo ya'ni shu Jungo. Gomindang davrida shu Jungo di Gongchendang davrida shu Jungo. Bundan keyin qaysi dang qaysi pang keladi, ya'ni shu Jungo o'zgarmaydi. Biroq biz Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo turayotgan muhitni o'zgartish. Ya'ni Jungo turayotgan siyosiy muhitni o'zgartish. Bo'ldilar. Tamam ve selam bo'ladi vatandosh. Demak bu 2-chi oyda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden o'ttirib qo'ygan strategik siyosatning javhari asosli mazmuni mush yerda degan gap vatandosh.